Eron o'g'illarimdan birini o'ldirishga urinmoqda. Netanyahu. Eronda Tramp o'g'lining boshi uchun $10 ming mukofot qo'yildi. AQSh tarixidagi eng yirik haydashni rejalashtirmoqda. Gap 200 ming migrant haqida bormoqda. Eronda benzin narxi 17 barobar oshishi mumkin. Eron o'g'illarimdan birini o'ldirishga urinmoqda. Netanyahu. Eron Netanyahuning o'g'lini o'ldirishga urindi. Isroil bosh vaziri kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Benyamin Netanyahu Eron uning o'g'illaridan birini nishonga olib o'ldirishga uringanini ma'lum qildi. Bu haqda u Isroil telekanaliga bergan telefon intervyusida aytgan. Biroq Netanyahu qaysi o'g'li nishonga olinganini, suiqasd qachon rejalashtirilganini va hujum qanchalik yaqin amalga oshirilganini ochiqlamadi. Uning katta o'g'li Yair Mayamida yashaydi. Eron tomoni esa hozircha bu ayblovga javob bermadi. Bayonot Isroilda 27 oktyabrga belgilangan saylovlar oldidan yangramoqda. Eronda Tramp o'g'lining boshi uchun $10 ming mukofot qo'yildi. Eron telekanali Baron Tramp uchun $10 million mukofot va'da qildi. Eron davlat telekanali AQSh prezidenti Donald Trampning 20 yoshli o'g'li Baron Tramp haqida keskin 3 daqiqalik lavhani namoyish qildi. Unda Baronni o'ldirish uchun $10 ming mukofot va'da qilingani aytilgan. Sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan videoda uning tez boradigan joylari, universitet va taxminiy harakatlanish yo'nalishlari ham ko'rsatilgan. Biroq lavhada Baronga qarshi haqiqiy suiqasd tayyorlanayotganini tasdiqlovchi ishonchli dalillar keltirilmagan. Shunga qaramay, Eron davlat oflarining Tramp oilasi a'zolariga nisbatan bunday tahdidli materiallar tarqatayotgani jiddiy e'tibor uyg'otmoqda. AQSh tarixidagi eng yirik haydashni rejalashtirmoqda. Gap 200 ming migrant haqida bormoqda. AQShda yuzlab xorijliklarning vizalari bekor qilinishi mumkin. Donald Tramp ma'muriyati AQShga turist yoki xizmat safari uchun kirib, keyinchalik boshpana so'ragan xorijliklarning B1 va B2 vizalarini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu chora 200 minggacha odamga taalluqli bo'lishi mumkin. Agar bu raqam tasdiqlansa, AQSh tarixidagi eng yirik viza bekor qilish jarayonlaridan biri bo'lishi mumkin. Gap 2016-2026 yillarda berilgan vizalar haqida ketmoqda. Muhimi, viza bekor qilinishi avtomatik deportatsiya degani emas. Boshpana bo'yicha ishlar alohida ko'rib chiqiladi. Tramp ma'muriyati esa bu choralarni immigratsiya nazoratini kuchaytirish va mamlakat xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan izohlamoqda. Eronda benzin narxi 17 barobar oshishi mumkin. Eronda benzin narxi keskin oshishi mumkin. Iqtisodiy bosim tobora kuchaymoqda. Eron hukumati benzin narxini oshirishning bir nechta variantlarini ko'rib chiqmoqda. Mamlakatda kuniga qariyb 135 million litr yoqilg'i sarflanmoqda. Ishlab chiqarish esa 121 million litr atrofida qolmoqda. Hukumat hatto yuqori tarifdagi benzinni litriga 872 ming rialgacha oshirish variantini ham muhokama qilmoqda. Bunday qaror esa transport xarajatlari va boshqa mahsulotlar narxini yanada ko'tarishi mumkin. Ayni paytda Eronda oziq-ovqat narxlari ham keskin oshgan. Yoqilg'i narxining ko'tarilishi esa iqtisodiy bosimni yanada kuchaytirishi mumkin. Eron hukumati yakuniy qarorni yaqin haftalarda qabul qilishi kutilmoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.